Samo Media. Shirin orzularingiz tiniq aksidir. Ey dostum, ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Zeb-ziynat ustunmas ota onangdan, mol davlat ustunmas ota onangdan, hashamat ustunmas ota onangdan, maishat ustunmas ota onangdan. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Qadah tutib turgan dilbarlar, yiqilsang bir kunda tashlab ketarlar. Odam bo'lib ortga solgil bir nazar. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Oppoq sochlarda sabr beshigi, ajillar qatori jabr beshigi, biz ochib kirmasak mehr eshigin, qarsillatib yopsak qadr eshigin, ulgir ochilmasdan qabr eshigi. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Ey dostum, ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Bu dünya nimadir, bu dünya o'yin, bugun yutsak erta yutqazish tayin. Boshqa ishingni qo'y ey ahad qayyum. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Bor boyligi nafting shular emasmi? Bor davlatu taxting shular emasmi? Axir sening baxting shular emasmi? Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Ey dostum, ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Eng avval, eng avval
Kimlarga yaxshilik qilg'in Ostona yurguncha g'ayri yurtlarda o'ynab o'sgan o'z yurtingdan ayrilma. Mag'rur kaklik kabi nafsing dardinda dog'ga tushib qanotingdan ayrilma. Mag'rur kaklik kabi nafsing dardinda dog'ga tushib qanotingdan ayrilma. Tavakkal et, xalqqa diling berib bor. Sabr aylagin, sabrsizlik ham bekor. Tavakkal et, xalqqa diling berib bor. Sabr aylagin, sabrsizlik ham bekor. Har joyga borsang ham nasibangdir bor. Boy bo'lay deb izzatingdan ayrilma. Har joyga borsang ham nasibangdir bor. Boy bo'lay deb izzatingdan ayrilma. Nomardlar ham muhallaslar, nochorlar tuzingni yeb ishing bo'lsa qocharlar. Nomardlar ham muhallaslar, nochorlar tuzingni yeb ishing bo'lsa qocharlar. Siringni fosh aylab aybing ocharlar. Siringni fosh aylab aybing ocharlar. Ta'lim bergan ustozingdan ayrilma. Ta'lim bergan ustozingdan ayrilma.
sening takdirin Allah bilir. Kimler nomard bular, kimler mard bular. Her kim sening takdirin Allah bilir. Boşka her ne kelsa tilingdan kelar. Maqtum quli xalq yodindan ayrilma. Boshqa har ne kelsa tilingdan kelar. Maqtum quli xalq yodindan ayrilma. Astona yurguncha gayrı yurtlardan oynab o'sgan o'z yurtingdan ayrilma. Mag'rur kaklik kabi nafsing dardinda dog'ga tushib qanotingdan ayrilma. Mag'rur kaklik kabi nafsing dardinda dog'ga tushib qanotingdan ayrilma. Dog'ga tushib qanotingdan ayrilma. Qopqonga tushib qanotingdan ayrilma. Rahmat. Baraban choma. Tortila tempo. Tarixingdur ming asrlar ichra pinhon o'zbegim. Tarixingdur ming asrlar ichra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh pomiru Ak saç tiyan şan o'zbegim. Söylesin Afrasiyabu, söylesin Orhun xati, ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Al-Beruni Al-Xorazmi Al-Farab avlodidan Aslin nasling balki o'zluq, balki Tarxon o'zbegim. Qaysaru Rum nayzasidan bag'rida dog' uzra dog' Chingizu botut g'iymat ko'ksi qalqon o'zbegim.
ko'rag'oni jadvali sirli osmon tog'iga ilk qo'ydi narvon o'zbegi Mir Alisher narasiga aksada berdi jahon she'riyat mulkida bo'ldi Mirzo Bobur sanifg'oning olam uzra soldi o't shoh mashrab qoni senda urdi tug'yon o'zbegi shoh mashrab qoni senda urdi tug'yon o'zbegi qayga borsang boshda do'ppi g'oz yurarsan gerday qayga borsang boshda do'ppi g'oz yurarsan gerday olam uzra ketgan O'zbekiston o'zbegi men buyuk yurt o'g'lidurman men bashar farzandiman lekin avval senga bo'lsam sodiq o'g'lom o'zbegi qasidam senga xalqim oq tuz hurmati bu qasidam senga xalqim oq tuz hurmati erkin o'g'lingman qabul et o'zbegim jon o'zbegim erkin o'g'lingman qabul et o'zbegim jon o'zbegim rahmat Rahmat.
Jahoni bevafodan oxiri bir kun ketar bordir. Bu dunyo bir rabot, har kim qo'nib bir o'tar bordir. Ishonma bog'urog'u, mol mulku taxtu baxtinga. Quyoshdan ibrat olgin, turmayin, oxir botar bordir, botar bordir. Agar 1000 yil umr ko'rsang, jahonga podsho bo'lsang, bo'lib hokim mazallat go'r arosida yotar bordir. Agar 1000 yil umr ko'rsang, jahonga podsho bo'lsang, bo'lib hokim mazallat go'r arosida yotar bordir. İbadet eylagin Tangriga doim uxlamay tunlar. İmoningni salomat etgali necha xatar bordir, xatar bordir. İbadet eylagin Tangriga doim uxlamay tunlar. İmoningni salomat etgali necha xatar bordir, xatar bordir. Yigitlik davrini surgul, qarib toat qilursan deb, savobingga Xudo muhtoj emas deb o'rgatar bordir, o'rgatar bordir. Yigitlik davrini surgul, qarib toat qilursan deb, savobingga Xudo muhtoj emas deb o'rgatar bordir, o'rgatar bordir. Hazini bandalikda bas yurursan bexabar g'ofil. Hazini bandalikda bas yurursan bexabar g'ofil. Kiroman kotiban kim xayru sharringni bitar bordir, bitar bordir. Hazini bandalikda bas yurursan bexabar g'ofil. Kiroman kotiban kim xayru sharringni bitar bordir, bitar bordir. Jahoni bevafodan oxiri bir kun ketar bordir. Bu dunyo bir rabot, har kim qo'nib bir o'tar bordir. Ishonma bog'urog'u, mol mulku taxtu baxtinga. Quyoshdan ibrat olgin, turmayin, oxir botar bordir, botar bordir. Quyoshdan ibrat olgin, turmayin, oxir botar bordir, botar bordir. O'tar bordir, o'tar bordir. Ketar bordir, ketar bordir. Rahmat. Tog'man dema, tog'lar yemirilmagan.
Bağmen deme bağlar soğrulmagan Tağmen deme tağlar yemirilmagan Bağmen deme bağlar soğrulmagan Zormen depsen zorlar egilmagan Qancha zo'rni yegan dunyo bu do'stim Zo'rman debsan zo'rlar yegilmaganmi Qancha zo'rni yegan dunyo bu do'stim Tufanını unutdingmi ya Sen bilan men kimman o'ylagin oshna Nuhni tufanını unutdingmi ya Sen bilan men kimman o'ylagin oshna Allah payg'ambari Yusufni hatta Bozorda sotgan dunyo bu do'stim Allah payg'ambari Yusufni hatta bozorga solgan dunyo bu do'stim Azrail chang solar o'ng'usuningdan Ajal qopqon qurib tutar yo'lingdan Azrail chang solar o'ng'usuningdan Ajal qopqon qurib tutar yo'lingdan Hech nima kelmaydi ishon qo'lingdan Qopqonini yutgan dunyo do'stim Hech nima kelmaydi inon qo'lingdan Qopqonlarni yutgan dunyo do'stim Kelgan banda chekar dardig'im Urzobni ham chetlab o'tmadi istam Unga kelgan banda chekar dardig'im Urzobni ham chetlab o'tmadi istam Alloh payg'ambari Muhammadga ham Allah payg'ambari Muhammadga bimaqoli qilgan dunyo bu do'stim Allah payg'ambari Muhammadga bimaqoli qilgan dunyo bu do'stim Azimjon mehmon chiqadi tandan Bir sayil yohdur qoladi sendan Dilshodjon mehmon chiqadi tandan Bu bir sayil yohdur qoladi sendan Xonim yo shuni so'rama mendan
alnisoqdan qolgan dunyo bu do'stim Fanin yoshini so'raman mendan alnisoqdan qolgan dunyo bu do'stim Tog'man dema tog'lar yemirilmaganmi Bog'man dema bog'lar sovrilmagan Tog'man dema tog'lar yemirilmaganmi Bog'man dema bog'lar sovrilmagan Zo'rman debsan zo'rlar egilmaganmi Qancha zo'rni yegan dunyo bu do'stim Zo'rman debsan zo'rlar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wal minnah wassalatu wassalamu ala rasulillah Avvalulloh Haq subhanahu va taologa bi'adad hamdu sanolar va janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va tahiyyat salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, Alloh subhanahu va taolo hojibomizlarni mana bu yozayotgan xayr ihsonlarimiz dargohidan qabul aylasin. Qilayotgan masoriflarni esa xazina-i g'oyibina turg'azib, sabab bo'layotgan farzandlarni istiqbolda umriga, rizqiga Alloh ko'pdan ko'p yaxshiliklar, barokatlar ato etib bu 2 yoshni baxtli, saodatli qilib, Xudolarni ham bir-birlariga mushfiq, mehribon, oqibatlarni esa xayrli qilsin. İnşallah hatm Qur'on o'qib qo'yamiz ekan, hammalarimiz e'tibor berib turamiz. Allohning kalomi o'qilgan paytda, inson doimo shu har qanday ishi bo'lsin, har qanday gap suhbati bo'lsin, to'xtatib Xudoning kalomini eshitishligi lozim. Nima uchun? Alloh siz bizga o'zining kalomida aytdiki, qachonki Qur'on o'qilinadigan bo'lsa, jim o'tiringlar va eshitinglar degan Alloh. Ya'ni jim o'tirish ham kerak va eshitishlik ham kerak. Ikkalasidan bittasi bo'lmasa bo'lmaydi. Jim o'tirmasak Qur'onni behurmat qilgan bo'lamiz. Jim o'tirsak Qur'onga quloq solmaydigan bo'lsak, yana haliga xushu bo'lmaydi, Qur'onga beparvolik qilib qolgan bo'lamiz. Shuning uchun e'tibor beraylik. Suhbatda xizmatda turganlar xizmatini to'xtatsin. Xizmatlari keyin ham bo'laveradi. Mana qornimizga keragini yedik, ichdik. Endi ma'naviy ozuqa, ya'ni ruhiy tarbiya sizu bizga lozim bo'ladi, muhtaramazlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Perverdigarımızın bereketleri yolturgan demlerden, yazılgan dasturxonlardan, jilgan oqtoblardan, o'qilgan xatmi Qur'onlardan, hosil bo'lgan savoblardan, avvalo Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruhonlariga, ahli oilalariga, cho'ylar sahobalariga, musamarashi zaminda yashab o'tgan barcha umidvor mo'min-mo'minlar ruhonlariga, xosatan sohibi hayrat bizlarga tomonidan o'tgan ota-avlod, ona-avlod, kelinlar tomonidan o'tgan barcha umidvorlarning ruhonlari barchaga qildik. O'tganlarni shoistai jannat yo'llari mushaqqat oxirabod iymonlarni hamroh qilib, noma'ya amallarni o'ng tomonda berib, sol jonasoni qora qabridan qilib, ahli jannat yo'llarni qo'yib beradilar. Xon-hayotlariga, umrlariga, rizqlariga, kasb-korlariga o'zi barakat olsin. Umrlarini uzoq, rizqlarini keng, qatorlarini xato qo'yib beradilar. Ehsoni sababchi o'g'illarimizni ham umrni uzoq, rizqlarini keng, ota-onalarga yo'ldosh qilib, kelajakda mahalli ko'yga manfaat tegadigan, ota-onasini xizmatini qiladigan, o'zingni beyting mehribonlarni obod qiladigan farzandlardan bo'lishini so'rab qo'yadilar. Kelayotgan kelinimizdan xonadon uchun qadamlarini muborakli, barakotli qo'yib beradi. Yoshlar qo'sha qarishib, she'rlardan sevmagan bo'lsin. Kelajakda ko'rganda ko'zlarini quvontiradigan solih farzandlarga serov aylanib beradilar. Parvardigor kelgan mehmonlarning xonadon uchun qadamlarini muborakli, barakotli qo'ydi. Parvardigor bizlarni bu dunyoda dasturxon tepasida jamlading, oxiratda barchalarimizni, oilalarimizni bexato jannatga jamlashingizni so'rab qolib Parvardigor. Alhamdulillah va salatu vassalamu rasulillah rahmatika ya arhamar rohim.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين جزاك الله خيرا كثيرا Parvardigoro yedik ichdik yeyilgan obu taomlarni jussamizga shifo itoatga ibodatga quvvat qilgin hoji bobomizlarni avvalo o'tganlarini o'zing rahmat qilgin qolganlarga esa tinchlik xotirjamlik xonadon molijon kishtikonlarga o'zing azob qil muzofatan barokatlar ato etgin mana bu yozayotgan xayr ehsonlarni ham o'zing dargohingda qabul aylab masoriflarni esa xazinai g'oyibingdan to'lg'az xayr ehsonga sababchi bo'layotgan mana farzandlarni umriga rizqiga o'zing barokatlar ato etgin xudodalarni ham bir-birlariga mushfiq mehribon oqibatlarni xayrli qilib farzandlarni orzu kamollarni ko'rsat dog'ini hasratini yomon kunlarni ko'rsatmagin robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar bi rahmatika ya robb.